Assalom, bugun men sizlarga Abadokdan qanday qilib normal holatda taqishni o'rgataman. Agar videom yoqqan bo'lsa, podpiskalaringizni kutib qolaman. Kommentariyada javoblarni yozib qoldiringlar. Agar ko'proq podpiska yig'ilsa, men yana ko'plab soch turmak haqida videolar qo'ya boshlayman. Boshladik. Sochni avval yoyib olamiz. Abadok. Ba'zi birovlar mana bunday taqishadi. Bunday taqsa chulka ba'zi birovlarga xalaqit bermasa ham, lekin xalaqit berish mumkin ba'zi birovlarga. Agar mana bunday qilib taqsa, bunda quloqlarimiz xunuk holatga kelib qoladi. Hozir men sizlarga g'ayrioddiy bir soch turmagini ko'rsataman. Soch turmagi emas, abadokni normal holda taqishni ko'rsataman. Birinchi bo'lib mana bunday yarmidan olamiz. So'ng quloq orqasiga qistiramiz. Go'zal va chiroyli. Bunda quloqlaringiz ham xunuk turmaydi. Ichi bo'lsa ham cho'lka chiqib turadi. Ham sochlaringiz orqada yig'ilib chiroyli bo'lib turadi. Xohlasalaring yana bir marotaba ko'rsatib beraman. Peshonamiz yarmidan olamiz. So'ng quloqimiz ortiga qistiramiz. Hammani bu yerdagi cho'lkalar xalaqit bermaydi. Juda ham chiroyli soch turmak. Agar ko'plab podpiskalar yig'sak, yana soch turmaklar haqida ko'plab videolar qo'yaman. Xayr!